7-sinf o'quvchilari uchun kimyo fanidan 5-amaliy mashg'ulot. Mavzu: erigan moddaning konsentratsiyasi ma'lum bo'lgan eritmalarini tayyorlash. Osh tuzi eritmasini tayyorlash. Massa ulushi 0,06 bo'lgan osh tuzining eritmasidan 50 gram tayyorlash uchun zarur bo'lgan osh tuzi va suvning massalari hisoblab topiladi. Buning uchun quyidagi ifodadan foydalaniladi. Ifoda natijasiga ko'ra 50 gram eritma tayyorlash uchun 3 gram tuz va 47 gram suv kerak bo'ladi. Hisoblab topilgan tuz miqdorini tarozida, suvni esa o'lchov probirkasi yordamida o'lchab olinadi. Tortib olingan tuzni ko'lbaga solib, ustiga o'lchangan suv quyiladi va bir jinsli eritma hosil bo'lguncha aralashtiriladi. Tajriba quyidagicha bajariladi. Bu tarozi yordamida tortib olingan 3 gram osh tuzi. Bu esa o'lchov probirkasi yordamida o'lchab olingan 47 ml suv. Dastlab ko'lbaga tuz solinadi. Keyin uning ustiga suv quyiladi. Hosil bo'lgan eritma bir jinsli bo'lguncha aralashtiriladi. Natijada 50 gram 0,06 ulushli osh tuzi eritmasi hosil bo'ladi. Laboratoriya sharoitidan kelib chiqib, o'zingiz ma'lum bir konsentratsiyali eritmalar tayyorlang. Bajarilgan ish yuzasidan quyidagi tartibda hisobot yoziladi. Ishning mavzusi va maqsadi, bajariladigan ishda kerakli jihozlar va reaktivlar ro'yxati, ishni bajarishdagi har bir qismni alohida nomlab, ishni bajarish tartibining qisqacha izohlanishi, ishni bajarish jarayonida ishlatiladigan asboblarning rasmini chizilishi. 4. Ish davomida olingan natijalar yuzasidan yakuniy xulosalar bayon etish.